Eron Islom Respublikasi kechagi 300 ming dollarlik gilamga konkurent chiqdi. Ironiy do'stlarimiz gilamchilar chaqirishdi. Buni ustini minadigani bor. Kel do'stim, senga ko'rsatamiz deb. Mana shu akamiz gilamni otalari, dadalari tuqqan ekan, ashlar bo'yicha. Narxini ayting aka, gilamning narx qiymati? Qiymati shabaga 400,000 400 ming dollar. 400 ming dollar baholashyapti. 20 25 بود 25 25 kvadrat, ha? Otalari 25 yil oldin tug'ilgan. bundan 25 yil oldin tug'ilgan. Voy. Endi narigini urib ketdi bu 400 ming dollarlik. Oldin muzeyda turgan ekan deyishdi. Padarka bergan ekanlar muzeyaga, shu Isfahonga. Ha. Odamlar kelib, mana shu kelib qarashlikdan ketayotgan, tuhfa bergan ekan, padarka bergan ekan. Keyin o'sha muzeyda qaysi problema chiqqani uchun keyin topshirganlar bularga. Hozir o'zlarining shaxsiy mulklari o'zlarida turadi. بله پیش O'zlari shaxsan o'zlari yonlarida turgan. Qoyil, bale. Mana bundan kuchligi bormi endi? Dollarda qanaqa chiqib beradi? Bundan qimmati bormi? Navid aka? Yana chiqadimi bundan ham qimmat gilam? bitta ikkita Bitta. uchta optim Voy. 400 dolar 400 400 ming dollar dollar deyapti. Mana shu odamning shaxsiy mulki ekan, otamdan qolgan deyapti. Hozir shunaqa baholashdi. Endi jang boshlandi, konkurent bo'lyapti. Bundan ham qimmati bormi? Gilam ko'rgazmasidamiz. Bundan zo'ri bormi desam, bu odam aytayapti. Bundan zo'ri yo'q, mendan zo'ri yo'q. Mani ota bobolarim gilamfurush bo'lgan bular deyapti. Mana bu otam Angliya qiroliga gilam bergan va unaqa narxga hech kim sotalmagan deyapti. 5 million dollarga gilam sotganmiz deyapti. Bu ota hozirgi avlodlar. Hozirgacha shug'ullanishgan. Bak o'g'il. Katta o'g'illari. Yoshingiz nechida o'zi? Sanadan chandi? من 52 سالم 52. 52 yoshdasiz. Shu Isfahonlisiz, ha? Isfahon. اصفهان Tashakkur sizga, rahmat. Mehnatingiz rivojini bersin. Rahmat, salomat bo'linglar. Mazza qildim. Ha. Shu gilamda bor. Bo'ldi, bunga boshqa konkurent yo'q. Sindirdi gilamni. 5 million dollar.